Xo'p, keyingi amaliyot bu ikkinchi bunaqa stildagi nimani yasab chiqamiz. Postda endi bu Instagram uchun emas, bu albomni layoutda joylashgan. O'shaning uchun bu biroz boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni umuman ishlatadigan narsamiz bir xil. Buni postda maqsadi boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, ko'rib olamiz. Razmer 1244 ga 608. Xo'p, mana 1244 ga 608 razmerda yasab oldim. Bu yoniga qo'yib olaman. Rangini shunday olib bundan olaman. Hop, bu yerda Figmani logotipini nomi bor. Hozir u nomni topolmasam men mana shuni qo'yib turamiz, Figmani o'zinikini. Bu ham Figmaniki. Hop, paddinglarni aniqlab olamiz hozir. To'rtburchak olamanda. Bu yoqdan 44 tepadan. Menimcha 44 hozir nima font o'zini nimasi bilan, nativ narsalar bilan menimcha nima bo'lib ketdi. To'g'rilanib ketdi. Hop, yoqa olaman. Qo'yib oldim. Tepaga olaman. Bunaqasiga qo'yib oldim. Bo'ldi, buni o'chiraveraman. Ushlab olib kelaman logotipni. Hop, kattalashtiramiz buni biroz. Juda katta bo'lib ketdi menimcha. 70 katta ekan, 50 menimcha normalniy. Ha, 50 normalniy. Xo'p. Birinchisi bularda yasab olamiz buni. Nima qilaman? Birinchi to'rtburchak chizaman. Razmerlarini bilib olamiz. To'rtburchak. Mana shu razmerda qirqaman. Yoqib qo'yaman. Rangi oq. Border bor. 1 2 3 4 3 menimcha. Hop, endi buni 1 2 3 4 1 2 3 4 yoqqa chiqarib olaman, chunki bu yoqdagi nimalar ko'ringan yo'q menga. Hop, endi bunisini qanaqa qilaman? To'rtburchak olib buni paddingdan ko'rib olaman. Yigirma olti ekan. Bu yoqdan ham 26 bo'lsa kerak bu. Bir xil. 26. Buni o'zini razmerini ko'radigan bo'lsak, tak 90. Buni o'rtasiga olamiz. Bu yerdan pastdan 26. Xo'p, buni border to'rida 26 ga 4 qo'shsak necha bo'ladi? 28 bo'ladimi? 26 ga 4 qo'shsak, yo'q, 30 bo'ladi. 30. Anaqa joylashuvda ekan. Lekin bu yerda biz nimadadir adashdik. Menimcha buni razmerida bo'lsa kerak. Buni ochib turamiz. Menimcha tepadan ham qancha qo'ygan? 16. To'g'ri. To'g'ri joylashuvda turibdi. Xo'p, buni rangini oppoq qilaman. Border beraman. 1 2 3 4. Ular bilan bir xil. Xo'p, bitta nima javoz buni olaydi bu yoqqa. Bitta dumaloq. 1 2 3 4. Buni razmeri 30 menimcha. Keyin bitta pen toolni olaman-da. Manetdan ushlayman. Tepaga bu yoqqa. Hop, 4. Bo'ldi mana. Buni ushlab, buni Ctrl ga qilib gruppa qilib qo'yaman. Buni o'chiraveraman endi. Keyingisi oddiy to'rtburchakchalar. To'rtburchakchalar.
Rangi qop-qora. Bittasi. Ikkinchisi. Ikkalasini ushlab yo'q o'tkazamiz. Ko'p qilib qo'yaman ikkalasini. 20 piksel tashlaymiz. Xo'p, mana birinchisi. Buni endi hammasini ushlab bitta gruppa qilib qo'yaman. Ozgina pastga qo'yib bitta kopiya qilaman. Orasiga masofa aytaylik 56 menimcha. 56 normal ekan. Bu buncha qalin ko'rinyapti desam 5 bo'lib ketdi. Okay. Burchakda to'rtburchak mana qachasiz bor ekan buni faqat. Shunaqa edi adashmasam. To'g'rimidi? Borderi to'g'ri ekan buni ham. Razmerini 24 qilamiz. Bo'ldi. Xo'p, keyingisi odamchalar. Odamchalarni yasash oson. Buni bu yoqqa o'tkazaman-da. Buni bu yoq, bunisini bu yoqqa, bunisini bu yoqqa. Bunisini bu yoqqa. Bunisini pastga olib kelaman. Borderlarni to'g'rilaymiz. 32. Hop, bu yoqqa endi bitta rasm qo'yaman. Tak, Ibrohimning rasmini qo'yib turaman. Bittasiga. Buni borderi bor. 4. Bittasi tayyor. İkincisi bu. Rize 60 menimcha. Bu aslida to'rtburchak bo'ladi. 160 4 alt tushlayman-da, bu tomondan burchagimni bu yoqqa qarataman, bunisidan bunisini bu yoqqa, bu burchakni bu yoqqa. Hop, mana bunisi tayyor bo'ldi. Bunisiga yana kimnidir rasmini qo'yib turishim kerak hozir. Hop, Jahongir aka rasmini qo'yib turaman. Hop, keyingisi buni poligondan yasaymiz. Poligon ham menimcha 160 bo'ladi. Tak, 6 burchak ekan. 6 burchakda borderlar bor. 4 ta. Tak, ozgina katta bo'lish kerak ekan. 180. Okay. Yo'qa, kimnidir rasmini qo'yib turamiz hozir. Tak, Temurbek aka rasmini qo'yib turaman. Bo'ldi. Bu meta turuvdi. Bunda tak, bu ozgina bu yoqda ishlarda. Bu mana shu yerda turuvdi. Okay. Tak, endisi keyingisi. Nimalar bo'lib ketdi? O'chir buni. Building blocks. Hop, hammasi katta qarorda bo'lib ketdi. Buni bu yoqdan o'chiraman. Font interga o'zgartiramiz. Buni bu yoqqa taqayman ikkalasini. Bu regular kamlik qilar ekan. Tak, orasidagi masofa necha? 80 der ekan. Building blocks. Buni bolt. Crafting components 60 kattalik qilar ekan. Buni 34, buni 56 qilsak menimcha yaxshi. Orasidagi masofa 24. Yo'q, 16. Okay, Ctrl G.
katta bo'lib ketdi. Shunda ham qancha? 12, 10. Mayli 10. 10 normal ekan. Xo'p. Buni bunday qilib gruppadan bu yoqqa chiqarib olaman-da. Pastiga 44 mi? 44 ishlayman. Semibolt 48. April 8 11:00 AM Pacific time. Okay. Bu yoqqa endi nimalarni yozishimiz kerak ekan? Kim nimaligini. Hop. 34. Chad Bergman. Virgül. Designer advocate. Virgül. Figma. Hop. 27, 28, 26 normal ekan. Hop, bunisi semibolt, bunisini medium qilamiz. Ctrl-Z 2 marta. Bunisi Jacob Miller, Product Manager, Figma. Product Manager, Figma. King's kim? Joy Banks. Joy Banks. Product Designer. Product Designer. Virgül. Twitter. Uchalasini ishlayman-da. Ctrl G. 12. Yo'q. 8. Masofa 40. Xo'p, mana. Tayyor bo'ldi. O'zimiz istagan narsa. Meni hozir bu yoqda masalan Ibrohimni bunday qilib aniq yuziga fokus berib qo'yishimiz ham mumkin. Mana bunaqa qilib. Yo'lbekada shunday ham o'sha yerda turibdi fokus o'zi. Bunday Jahongir akaga ham shart emas ekan. Normal. Mana shunaqa qilib bir xil qilib yasasak bo'ladi. Xo'p, menimcha hammasi tushunarli. Qanaqa savollar tug'ilsa, yana o'sha Telegramdan bemalol yozishinglar mumkin. Xo'p, shu.